Turunglar. Yaxshimi ustam? Ballar şaşma, oturunglar. Yandan bayandan pano salonu kelgininglarni qarşıladı. Bugün işimizni yo'shamay, ochiq-oshkor bir munchayli, ha? Har qanday savolinglar bo'lsa, tatinmay so'ranglar. Ustam, bizde ko'rdiganni ko'rib bo'lib, g'anjo qilmaganlarni savol so'rasak bo'lamdi. Bo'libmi, hissiyot to'g'riliq savollarni. Xijil bo'lmay ko'rayotgandan keyin savolni xijil bo'lmay so'ravagin. Mana men hissiyot to'g'rishidik san xilo, muhabbat ma'sidagi Naruto deb namagan yandan bayon bo'laman. Nimda yomon ya? So'ranglar. Denzan g'anjo qilib o'tib biroq so'ranglar, ha? Ustam, men yaxshi ko'rdigan qiz bola tuniga oqshom og'rib qopti. Nimda uchiryapsam bo'la? Bomsiz, saqmisiz, qiziq suv ishchamsizda? Kimni qilasiz? Mana javobga qildik jumma. Men yaxshi ko'rdigan qiz bolaning do'stlardan biriga chiqargan kindiga o'chiq shingar rasmlarga nimda pinglon qilsam bo'la ustoz? So'q tegmison qo'saqqa qilin kiygan pobaykada. Yalon pochoq rasm chiqasiz-ku. Men bergan to'shung ishtani nimish kiymidingizda? Ustam, siz bizni qartib qo'yib muhabbatning yo'llariga boshlab etdingizku, ha? Hammamizga ayonki, qizlar sal xijilchan bo'ldi. Shunga qo'sh pisliq gaplarni jiqroq qildi. Shunga paranglashganda gapining tegini tushuninglar. Tunigi men bir chiroyli qizga Zayma tanishib qolayli deb 100 qitim uchiryapsam, oxiri bak ichimni siqib etdingiz deb javob qaytardi. Ajaba bu degini? Demak, sen uning yurak tarini chekib, ko'ngilni mujib ichiga patmay, ichini qattiq siqibsa, xuddi anarni siqqandek shirin siqibsa. Mobalning ish bitibdi ya, vallahi, mobalning ish bitibdi. To'g'ri deydi. Nimlarni jo'ylaydigan do'mastam, ey. Ustam, men izchil qo'lishayotgan qiz menga sizga yaxshi baldingiz deydi. Demak, sening stiling haqiqatan yaxshi esilkansa, hech kimimiz mos kelmaymizga deydi. Demak, sening esilligingdan xijil bo'lib, o'zini sendan tuvan his qilib, senga mos kelmaydiganligini his qilib qolgan gap. Meni yaxshi ko'rdigan odamim bor deysiz-ku. Mana naq seni davatidi. Voy bo'ldi qiling deysiz-ku. Yo'q degini, ha degini. Yo'q qiling deydi. Yo'qol degini, ka degini. Men senga o'yish deb tillasizchu. Tilligini, akilligini, ulg'ini so'ygini. Ichimni siqmay yo'q qiling, men sizni yaxshi ko'rmayman, ko'zimga yomon set ko'rasiz. Xo'sham yo'q siz bilan meni joq to'yg'izib etdingiz deysiz-chu. Eng oxirgi gapingning 4-chi bo'g'inni qaytlab baqa. 4-chi bo'g'imi? Meni joq to'yg'iz to'y? Mana ya, vallahi to'yning gapini chiqiribdi qizi. Qachon buni ko'rayotgan densan jonfa qilmaydigan bir qism to'rdoshlar bundoq bolalarni qizlarga yaloqchigo deb o'ylab qelish mumkin. Yo'q, o'ylab yiqinglar. Agar siz atdiganda olmayraga, tushdi kulmayraga, kashdi zamiraga, yerim keti zulmiraga uchur yezib to'xtamasanglar, to'g'rini kang yeyib, kunda 10 dan 100 dan 1000 dan qizlarga gaqib bersanglar, buni qandoqmi yaloqchi degani bo'lsin. Bu degan shapaqchi. Darsni tushinglar. 抖音